ko'pincha ota-onalar o'ylaydi, faqatgina yurmagan bolalarga massaj kerak deb. Aslida bu xato. Chunki gapirmagan bolaga ham biz reabilitologlar, avvalambor nevrolog vrachlar общий massaj olishlikni, uqaluvchi turini maslahat berishadi. Bunga sabab bolada butun tanasiga qon aylanishi yaxshilanadi va diqqatni yig'ishligiga ta'minlab beradi. Shu uchun ham biz hozirgi kunda reabilitatsiyamizda nutqiy, jismoniy, aqliy orqada qolgan bolalarga massajni keng qo'llaymiz. Yaqinda rast tashxisi bilan kelgan bemorimizda общий massajni qo'lladik, uqaluvchi, tinchlantiruvchi, diqqatni yaxshilovchi massajni qo'llagandik va natija bolaga 2 barobar yaxshi berdik. DTSPni turiga qarab, agar DTSPda bo'sh holat bo'lsa, tochishni massaj aytamiz. Agarda tonus baland bo'lsa, uqaluvchi va bir vaqtda o'zida tonuslarni tushiruvchi massajni buyuramiz. Nimagaki bolani mushaklari bo'shadimi, o'tuvchi nerv ishi yaxshilanadi. Agar tonusni holatini yaxshilab bermasak, muvozanatni ushlab bilmaydi bola. DTSPda massajning o'rni juda katta. Agar sizga ma'lumotlarim foydali bo'layotgan bo'lsa, sahifamda obuna bo'lishni unutmang.